aksessuarini mini nabori poddelkami yoki original. Mana shu ko'rib turgan narsalarni 129 mingga sotib oldim. Originaliga birozgina shubham bor. Korobkasi juda ham dешевый qog'ozdan qilingan. Korobkaning ichini ochganda mana bunaqa stikerlari, mana bunaqa kichkinagina narsalari kelib chiqdi. Original mahsulotni doimiy ishlatgan odam sifatida aytaman, bu yerda originaldan ko'ra ranglari ancha boshqacha. Yaxshi ko'pirishga ko'piryapti, lekin dешевый atir sovuni hidi kelyapti bundan. Bu точно подделка. Keyingi toneri. Bundan qanaqadir dешевый narsani hidi kelyapti. Keyingisiga uncha tushunmadim, ampula deb yozilgan, ampula unaqa deyishda bo'lmaydi. Hech qanaqa substansiya yo'q bunda. Oxirgisi hammaga mashhur va trend bo'lgan glow serum. Originalni ham qo'yib ko'raman yoniga. Tushunishingiz uchun, bu ne originali, bu originali. Qizlar, iltimos, hammani aldasanglar ham o'zinglarni aldamanglar. Bunaqa brendlarni zo'rini ishlatyapman deb poddelkasini olish sizga hech qanaqa foyda bermaydi. Va bekorga mana hozir 129 ming pulim ham kuyib ketdi. Shunga ozgina qo'shsanglar, hech bo'lmaganda aksessuari bitta flakondagi tonerni sotib olasizlar. Va eslatib o'taman, brendlar ham ahmoq emas. Ular o'zini brendiga, mahsulotiga va mehnatiga ishongani uchun va sizga qanaqadir qiymat bera olgani uchun baland narx qo'yadi. Go'zallik esa qurbonlik emas, doim yaxshigina pul talab qiladi. Har doim go'zal bo'ling. Va sizdan chiqaraman, original mahsulotlarning hammasini mana 1000 $, onlayn kosmetik do'konimdan sotib olishingiz mumkin. Dastavkalarni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.